FIFA Portugaliya Xorvatiya uchrashuvida Xorvatiya terma jamoasining 90+13 daqiqada urgan goli nima sababdan bekor qilinganligiga rasmiy izoh berdi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limiga qo'shib berilgan daqiqalarda xorvatlar hisobni 2-2 ko'rinishiga keltirgandek edi. Biroq bosh hakam Espen Eskos VAR tizimi yordamida epizodni qayta ko'rib chiqdi va Mario Pashalich gol urilishi vaqtida ofsayd holatida bo'lganini aniqlab, golni bekor qildi. FIFA ma'lumotlariga ko'ra, bahsda foydalaniladigan Trionda rasmiy to'piga o'rnatilgan Connected Ball Technology texnologiyasi hal qiluvchi rol o'ynagan. Mazkur tizim to'p jarima maydonchasiga uzatilgani paytda u avval Xorvatiya hujumchisi Igor Matanovichning boshiga tekkanini aniq qayd etgan. Natijada aynan Matanovichning teginishi yangi uzatma sifatida baholangan va shu paytda Mario Pashalich ofsayd holatida ekani tasdiqlangan. Shu asosda VAR hakamlari bosh hakamga golni bekor qilish tavsiyasini bergan va qaror o'z kuchida qoldirilgan.